Sahar turib bolajalarimga quymoq qilaman deb niyat qilib turdim. O'xshatolmadim. Tavamga yopishtirdi. Shunaqa xafa bo'lib, hatto yig'ladim. Keyin boshqatdan qilishga urinib ko'rdim. Telefondan sutni o'rniga suv solib qilinadigan quymoqni ko'rdim va o'xsharmikin deb qilishga tushib ketdim. Suvni eritib, iliq suvga bo'lish kerak ekan. 2 stakan suv soldim. 2 stakan bir xil. Kichkina qoshiq bilan soda, katta qoshiq, osh qoshiq bilan shakar soldim. O'sha stakanni o'zida 1 stakan un, 2 dona tuxum va 2 qoshiq yog' soldim. Simichka yog', oddiy simichka yog'i aralashtirib ozgina dam oldirgan qo'ydim. Dam olgandan keyin yaxshi shish ekan. Keyin pishirib ko'rdim, o'xsharmikin deb qo'rqib turdim. Yo'q, yomon chiqmadi, alhamdulillah, mana chiroyli. O'sha internetga ko'rsatilganday bo'lib chiqdi. Juda ham hattoki sutda qilingandan ham ko'ra menimcha yaxshiroq chiqdi balkim. Tayyorlab ko'rsangizlar, baho berasizlar inshaalloh. Juda ham chiroyli chiqdi. Qadrli opa-singillarim, qadrdonlarim, quymoqni yaxshi chiqishi faqatgina retseptga emas, tavaga ham bog'liq ekanda. Tavalarim yap-yangi, umuman ishlatilmagan, lekin shunaqa tagiga yopishtirdi. Boshiga shunday o'xshatolmay ezilib ketdim. Keyin borib boshqa birovni qo'shnimning tavasini olib kelib qildim. Yo kamroq bo'ldi, yo qolgani, lekin chiroyli chiqdi. Alhamdulillah.